Assalomu alaykum qadrbaland obunachilarimiz. Bugun sizlar uchun Chilonzor metrodan deyarli 100 metr uzoqlikda joylashgan Chilonzor 16-kvartal 3 xona 4 xona qilingan bog'cha maktabi yonginasida bo'lgan ajoyib xonadonimizni ko'rsatgani keldik bugun sizlarga. Ko'rishinglar mumkin, bu xonadonimizning kirish qismidagi hol zonasi bo'lib, bemalol o'tirib televizorlaringni ko'rsanglar bo'ladi. Keyin xo'p, uyimizni studio formatda ishlashgan oshxona zonasini bu joyimizni ko'rsanglar bo'ladi. 1.5 ga 6 balkonga ega holatda. Xo'p, ko'rishinglar mumkin, bu yerdan nimadir uchun foydalansanglar bo'ladi. Aniq bilaman, hoji aka, keyin ham bu yerdan ham yaxshi foydalana olishadi. Bu tomonni ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, ayollarimizni yoqtiradigan kuxnya. Kuxnyamizda hamma shart-sharoitlarimiz mujassam etilgan. Kuxnyamizni ham bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Eng oxirgi rusumdagi mebel texnikalari qo'yilgan. Uyimizda shirin bitta soliha singlimiz bo'lsa, o'zlariga alohida bitta xonani ko'rsanglar bo'ladi. Xonamizni ko'rib turibsizlar, juda ham ajoyib qilib ishlangan. Shkaflarigacha bor. Kelinglar. Xo'p. Zal qismimizni o'tida ko'rib olishinglarni tavsiya etaman, chunki zal qismimiz o'zgacha dizayn asosida qilingan, juda ham boshqacha atmosferani beradi. Bemalol ertalab bolalarni choyini ichirib, maktabiga, o'qishiga, bog'chasiga jo'natib olsak bo'ladi. Keyorasizlar bu tomonimizga. Xo'p. Bu xonadonimizga kirib kelishdagi hol. Xo'p, bu tomonda o'zimizda alohida kiyimlarni ilib qo'yib, oyoq kiyimlarni taxlab qo'yishga garderob, bu tomonimizda sifatli eshik qo'yilgan. Ko'cha tomonimizni ham ko'rishinglar mumkin. Xo'p, bu tomonimizda alohida ikkita sanuzeli bor. Uni ham alohida aytib o'tib ketaman. Kattalar yotoqxonasiga tashrif buyuringlar. Kattalar yotoqxonasi ham ajoyib did bilan ishlangan. Juda ham shikarniy qilib ishlangan. Xo'p, bu tomonimizda esa shkaflarimizni ko'rishinglar mumkin. Shkaflarimiz ham juda ham sifatli shkaflar qo'yilgan. Xo'p, ketdik. Ikkita qori o'g'lingiz uchun, hoji aka, ikkita qori o'g'lingiz uchun ajoyib yotoqxonamizni ham ko'rsatishda davom etaman. Xo'p, mana bu xonamizni ko'rsanglar bo'ladi. Ikkita polvon, azamat bolalar masjidda katta bo'lishadi. Yaxshi duo qilib qo'yinglar. Mana o'zlarining ham alohida shkaflari bor, dars qilish uchun anaqalari tashlab o'tib ketilgan stullari. Xo'p, bu tomonimizda esa sanuzel qismlarini ham ajoyib did bilan qilishgan. Sanuzel qismi alohida bo'lib, dush ko'rsanglar bo'ladi. Dushimizda ham barcha sifatli, detalli narsalar ishlatilgan hammasi. Xo'p, bu tomonimizda esa ofisni ko'rsanglar bo'ladi. Ofisimiz ham juda ham neobычный stilda qilingan. Oq-qora fonlarda. Tepalarida o'zini narsalari bor, qo'yib qo'yadigan instrumentlarimizni ko'rsanglar bo'ladi. Bunaqa shikarniy uylarimizni topganmiz kanaldan topishinglar mumkin. Faqatgina keyorasizlar. Gaplarimizda ozroq tutilib qolishlar bo'lsa, ming bora uzr. Chunki hamma yodlagan gapimizni bittada aytib bera olmaymiz. Xo'p, bu xonadonimiz Chilonzor 16-kvartalda joylashgan bo'lib, Chilonzor metrodan 100 metrlik masofada joylashgan. Xo'p, xonadonimizni ko'rib turganinglardek 3 xona 4 xona qilingan Yevro remont. Egalari tomonidan uyimizga baholanayotgan narxiga keladigan bo'lsak, 98 ming baholanmoqda. Albatta o'tadigan, kelishiladigan joylari bor. Ekranda chiqqan raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Topganmiz kanaldan uzoqlashmang. Bu xonadonimizni oila uchun juda ham zo'r xonadonimiz, chunki ushbu qurilgan domimizning yonginasida bog'cha maktabi ham bor.